Nimaga odamlarda prorab barsetkasini taqib bironta ish qilmay yuradi degan tushuncha bor? Xo'p, prorab so'zini o'zi ma'nosiga kelib chiqadigan bo'lsak, prorab so'zi производитель работ, ya'ni qilinadigan ishlarni ketma-ketligini, ketma-ket bo'ladigan ishlarni jarayonini ta'minlab berish. Ya'ni ustiga nimadir kerak bo'lib qoladigan holatlar bo'ladi. Asosan qurilish materiallari, beton kelish kerak, plita kelish kerak. O'shalarni vaqti-vaqtida yetib kelishini nazorat qilish o'zi aslida. Lekin hozirgi kunga kelib, mana o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda loyihani ham qilamiz, loyihani o'qiymiz va ustiga beramiz. Endi usta shu loyihaga qarab turib imoratni to'g'ri quryaptimi, diagonallari, balandliklari, qo'shniga bo'lgan holatlari, podvollari, mana bunaqa qiyinchilik vaziyatlarni ham hammasini nazorat qilish prorab bo'yniga tushib qoldi va biz ham bu narsani to'liqligicha o'zimizning zimmasimizga olganmiz va imoratda loyihaga asoslanayotgan holatda barcha qilinadigan ishlarini boshidan oxirigacha o'zimizning zimmamizga, o'zimizning bo'ynimizga olganmiz. Lekin aslida aytganimdek ma'nosi boshqa, lekin qilinayotgan ish boshqa. Hozirgi kunda boshidan oxirigacha, ya'ni patkuluvchi holatgacha qilinadigan jarayonlarda ham prorab o'zini o'sha barsetkasini osib olib, u yurmaydi. U barsetkaning ichida juda ham ko'plab ma'lumotlar, juda ham ko'plab tajribalar, shuncha qurilgan mehnat, shuncha qurilgan imoratlarni egasiga topshirish, bu hammasi hozir prorabning vazifasiga aylanib qolgan. Hozirgi kunga kelib zamon talabiga mos ravishda xonadon egalarining talab va takliflari ham o'sib borayotganligini natijasida prorabning bo'yniga tushayotgan vazifalar ham shunga yarasha o'sib boryapti.